Assalomu alaykum. Vodiy chorva kanali a'zolari, qo'y-ishqibozlar, chorva ishqibozlari, mana qo'ylarimiz yemi tayyor bo'ldi. Qiziqqanlar uchun qanday pishirish kerak, nima qo'shish kerak, jarayonlari qiziq bo'lsa, telefon nomerlar pastda mana tagida cho'qi bor. Bir qaynagandan keyin ichiga suvni quyasizlar, mana shu holatda buni qo'yib qo'yasizlar. O'zi mana bunday bo'lib ochiladi mana. Hozir bu yana yarim soatdan keyin pishadi bu nimamiz. Yemimiz tayyor bo'ladi qo'ylarga. Bunda 20 kilo bug'doy, 10 kilo makkasi bor. O'sha 30 kilo quruq yem tashalgan. Bug'doy bilan makka bu 86 kilo, 87 kilo bo'ladi pishgandan keyin. Bu qozonimiz 100 litrlik qozon. Mana cho'qlari mana tagida. Mana shu holatda turadi mana. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol yordamimiz tegsa, xursand bo'lamiz. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Uzoq yarim soatda pishadi. Bu yoqda qo'ylarimiz endi bu tomonda mana. Bu yog'i chiroq tushirilmagan hali. Bu yoqda chirog'i bor mana. Qo'chqorlarimiz, yemlanayotgan qo'chqorlar mana. Yemini yeb turgan qo'ylar mana qo'chqorlar. Qo'chqorlar ham qiziqqan odamlar bo'lsa mana narx to'g'ri kelib qolsa sotib ham qo'yaveramiz mana.